Alaykum azizlar. Hammani Ramazon ayyomi bilan bugungi juma Saydul ayyom kuni bilan barcha mo'min musulmonlarni tabriklayman. Alloh hammani uyiga, kasb-koriga barakot bersin. Xo'p, bugungi chiqishimiz Yunusobod tumani hokimining g'ayriqonuniy harakati ustida fikr bildirmoqchiman. Ya'ni joriy yil 12 fevral kuni Yunusobod tumani hokimi va uning hokimiyat vakillari Hasanboy ko'chasiga kelishyapti va u yerdagi Said Abdumallon akaga tegishli bo'lgan 97-yil 20-avgustda Hasanboy qishloq fuqarolar yig'ini maslahatchilari yig'ilishi qarori bilan ajratilgan yer uchastkasiga qurilgan 8 xona uy, issiqxona va mazkur yer uchastkasini o'rab turgan devorni hamda issiqxonani buzib tashlangan. Eng qizig'i, Said Abdumallon akaga hech qanday hujjat taqdim etilmagan. Mana salkam 20 yil foydalanib kelayotgan bo'lsa, Said Abdumallon aka mazkur yerdan mazkur yerni ajratish bo'lsa, mana Toshkent viloyati arxiv ishlari xuddi boshqarmasi Qibray tuman davlat arxividan barcha tegishli hujjatlarni, qarorlarni oldik. Hammasi qonuniy ajratilgan, mazkur qarorga asosan uy-joy qurgan, issiqxona qurgan va mazkur yer uchastkasini devor bilan o'ragan. Buzish jarayonida Said Abdumallon akaga na sud qarorini taqdim qilishgan, na hokimning o'zini qarorini taqdim qilishgan, na buzish bo'yicha bir dalolatnoma joyda tuzilgan. Kelingan o'z boshimchalik bilan buzib tashlangan. Bu yana nima degani? Men tushunmay qoldim. Bu holatga qanday baho berishga ham bilmay qoldim. Nima shahar bedarvozami? Eng qizig'i, mana shu holat bo'yicha Yunusobod tumani hokimligi advokatlik so'rovnomasini berganmiz 23-fevral kuni. Mazkur so'rovnomaga 27-fevral kuni javob beryapti hokimiyat. Mazkur hokimiyatning xatini hozir o'qib beraman, izoh o'zingizlardan. Sizning fuqaro Saidovga Hasanboy qishloq fuqarolar yig'ini maslahatchilari yig'inining 97-yil 20-avgust kunidagi 48 sonli qaroriga asosan ajratib berilgan yer maydonida qurilgan 8 xonadan iborat uy-joyning devori va issiqxona 26-yil 12-fevral kuni buzib tashlanganligiga asos bo'lgan qaror va qaror osti hujjatlarni taqdim etish mazmunidagi so'rovingiz tuman hokimiyat tomonidan o'rganib chiqildi. Mazkur so'rovingiz tuman hokimiyat tomonidan o'rganib chiqilishi va o'rganish natijasiga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berish bildiriladi. Bu nima degan javob xati bu? Vaholanki advokatura to'g'risidagi qonunning 7.1 moddasida yozib qo'yilgan advokatura to'g'risidagi qonunning 7.1 moddasiga asosan advokat so'roviga axborotni hujjatdan taqdim etmaslik, o'z vaqtida taqdim etmaslik yoxud bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborot taqdim etganlik qonunga muvofiq javobgarlik sabab bo'ladi, ya'ni ma'lum tartibda javobgarlik bo'ladi. Endi hokimiyatning bu hokim o'rinbosari Yusupov imzosi bilan kelgan xatda men nima deb baholashim mumkin? Bu savodsizlikmi yoki bo'lmasa shunchaki ko'zbo'yamachilik uchun mening advokatlik so'rovimga yetish maqsadida javob xati berildi, qabiliyat ish ko'rilganmi? Mayli, nima bo'lgan haqida ham biz mazkur holat bo'yicha Toshkent tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritdik. Mazkur da'vo arizasida ikkita narsa so'raldi, ya'ni hokimiyat harakatidan noqonuniy topish va egalik huquqini belgilash bo'yicha da'vo arizasi kiritdik. Azizlar, mana hozir Ramazon oyida turibmiz. Ko'pchilikning duosi ijobat deyishadi. Shuning uchun albatta duolaringizda shu Said Abdumallon akani haqlariga duo qilishlaringizni so'rab qolamiz va suddan adolatli qaror kutib qolamiz. Xudo xolasa sudning natijasi bo'yicha yana bir sizlarga axborot beraman. Salomat bo'linglar.